Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Chorva ishqibozlari va YouTube ishqibozlari, uzoqdan kuzatayotgan aka-ukalarimiz yalang salom. Bugun sizlarga uy sharoitida arzon tayyorlashni o'rgatamiz. Xudo xolasa videomiz yoqsa bitta like bosib obuna bo'lishni unutmang. Hozir Jasur akamdan bir qator ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, Chorvazor kanali obunachilari. Mana bugun biz mollarimizga atala boshlaganmiz, novoslarimizga. Atala tayyorlanish jarayonlarini sizlarga bir sidra qancha nima solinishlarini sizlarga bir tanishtiramiz. Mana 100 litrlik qozonimizda hop 8 pahir, 10 litrlik pahirda 8 pahir suv quydik. 80 litr. 80 litr shu atalamizga hozir bunga mana shu nimamizda, tovog'imizda bir tovoq mana shu toza o'shoqdan, mana toza kurmagi yo'q, toza o'shoqdan bir tovoq qo'shiladi. Keyin mana shu sechkamizda mana unzovutni mana shu nimasi atxoti. Unzovutni atxoti drabilkada chiqarganmiz. Bunda bug'doyni siniqlari, kurmak, har xil o'tlar siniqlari bor. Mana shu drabilkada chiqarilgan sechkamizda solamiz. Hozir mana shu 80 litriga sechkamizda hop Asal 11 kilo solyapmiz ekan, 11 kilo. Hop, 11 kilo, o'sha 1 kiloyu 300 taramiz, o'sha pahirni nimasiga chiqarib olib, pahirimizni tortib oldik. 11 kilo sechka, 1 kilo oqshoq solinadi. O'sha mana shu suvni kuygan paytimiz o'sha tovoqchamizda bir tovoq qo'shib qo'yiladi. O'shog'imiz tagiga olmasligi uchun o'sha boshida qo'shib qo'yamiz o'shaqni. Mana hozir atalarimiz qaynadi. Endi mana sechkamizni solamiz. Sechkani shunday qaynagan suvga tashlab aralashtirib qo'yamiz. Suvimiz qaynadi hozir. Mana hurmatli obunachilar, videomiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa xursand bo'lib qolamiz. Obunani ezib qo'ng'iroqchangizni qo'ysanglar, xudo xolasa har kuni yangilik qilib turamiz. Qo'ygandan keyin yana bir sidra o'zi qaynatib yuboramiz buni. Ozgina. Mana shu holatda keladi. Atalarimiz holati. Qo'yiqligi hamma yaxshi chiqadi. Yo suyuq emas. Yo suyuq bo'lmaydi atalarimiz. Qo'yiqroq. Yaxshi holatda bo'ladi. Hozir bir qaynatilsa, shu qolgan mana shu solgan sechkamiz, bug'doyni siniqlari, o'tlarning siniqlari mana yana ishib, yana qo'yiqqa tortib ketadi akalar. O'sha atalarimiz mana qaynayapti o'zi. Akalar hozir o'sha soldik 1 kilo. Hop, 11 kilo o'sha sechkamizdan soldik. Keyin mana shu o'sha arzon tuzdan kilali arzon tuzdan olib qo'yganmiz. Mana shunda mana bo'ldi, bir siqim, bir ho'ch. Mana shundan bir siqim solib qo'yamiz tuzdan. Mana shu holatda atalarimiz tayyorlaymiz. Hop, bu atalarimiz 4 ta molga, 2 ta novosimizga 2 mahal bir pahirda
berilyapti. Ikkita keyin bo'g'ozimiz bor, kechki bo'g'oz mollarimiz. Shu mollarimizga ikki mahal bir pahirdan beryapmiz. Hozir atalarimizni o'shi mana shu rasxoti solinadigan narsalar. O'shag'imiz 3000 dan olganmiz. Toza o'shaq, o'sha guruchni maydasi. 3000 so'm o'shaq. Sechkamiz kilasini 1800 dan olib o'sha drabilka qilganmiz o'zimiz. 1800 dan 11 kilosi 18000 20000 bo'lyapti ekan. 23000 so'mga mana shu 4 ta molimizga atalar tayyor bo'lyapti ekan. Bu atalarni shu o'g'oslarimizga, yani pastiyani berilmaydi. Bu o'sha hozir yemlashdan oldin ozgina etlarini bo'shatib sal qorin tashlatib olgani, oshqozonni kengaytirib olgani. O'sha atalardan beramiz bir 2 oy. Bu atalarni qaynatishda biz hozir g'o'zapoya yog'yapmiz o'zimizda. Bu dehqonchilik bu. Mana shu g'o'zapoyadan mana 80 litrimizga o'zi 2 bo'ga atalarimiz qaynayapti. 1 soat uzog'i 1 soatda qaynaydi bu. 2 bo'g g'o'zapoyamiz. Endi g'o'zapoyamizni biz hozircha hisoblamay qo'yamiz buni. Bizga o'zi dehqonchilik o'sha yig'ishtirib kuzakda olib olingan bu narsa. Hozir g'o'zapoyalar serob bo'lib qoldi. Kuzakda ozgina mehnat qilinsa, ancha g'o'zapoya olib kelib qo'ysa bo'ladi. Atalarimiz o'zi tayyor holatga keldi, mana shu holati mana. Ammo qo'yiqligi, olga effekti zo'r buni. Qo'yiqliklari zo'r. Xo'p, bugun 2-fevral 2026-yil. Bu atalarimizni hozir soatimiz 10:30 bo'libdi. Buni o'sha mollarimizga 4 ta molga bergan bo'lsak, 4 ta molga bir pahardan ko'tarib qo'yamiz. Obedda soviydi. Obedda bir mahal beramiz, kechki payti bir mahal beramiz buni. Mana shu holatda akalar. Bu atalar mana shu novoslarimizga beryapmiz. Hozir boshladik, endi berishni boshladik akalar. Shu 1 oy, 1 oymi, 2 oy shu atalarni berib, bir novoslarni etlarini bo'shatib olgani, bir 2 oy yo 1,5 oy beramiz. Bu atalarga qo'shib berilgani o'zi shunday oxiri bor. Oxiriga atalarni o'zini kuyib qo'yapmiz hozir. Berish jarayonlarini ko'rsatamiz. Senaj beryapmiz keyin 3 mahal senajimiz o'sha somonga aralashtirib. O'sha senajdan tashqari shu atalarni bir 2 oy berib yuboriladi akalar. Xudo xolasa o'slarimiz o'zgarishlari zo'r. Atalar bu eng arzon mol boqish usuli bo'ladi. Endi o'zgarishlari ham yaxshi bo'ladi atalarda. Ilgari mollar boqqanmiz. Endi pastiyani bas. Shu etlarni bo'shashtirgani atalar beriladi boshida o'sha yemlanishdan oldin. Mana shu g'onajinimiz ham 6 oylik bo'g'oz. Birinchi qoringa hali tishi yormagan buzov. Mana shu g'onajinimizni ham ozgina bo'ylarini o'stirgani, sal etlarni bo'shashtirgani mana shu g'onajinimizga ham beryapmiz. Hozir 2 mahal o'sha bir pahirdan 2 mahal beramiz. Obedda kechqurun. O'sha yeydigan ratsionidan tashqari o'sha senajdan tashqari beriladigan narsa. G'onajinimizni ham atalar ancha bo'ylarini o'stirishga, etlarini bo'shashtirishga ancha yordam beradi. Mana hurmatli obunachilar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lib qolamiz. Xudo xolasa bu atalarimizni kechki yana videosi bo'ladi. Mollarga qanday berilishi, qanday kun tartibini ko'rsatib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.